Yalkoniya kompaniyasi Rossiya Federatsiyasida yurgan yurtdoshlarimizga o'zining arzon, qulay hamda ishonchli avtobus va mikroavtobus xizmatini taklif qiladi. Unda siz Sankt-Peterburg va Moskva shaharlaridan Toshkentga tez va arzon narxlarda avtobus yoki Sprinter orqali yetib olishingiz mumkin. Reyslar vaqtini ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib bilib olish imkoniyatiga egasiz. O'zbekistonda go'sht, un va yog' mahsulotlari bojxona to'lovlaridan ozod etildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 15-avgustdagi O'zbekistonning tashqi iqtisodiy faoliyatini yanada rivojlantirishga qaratilgan qarori qabul qilingan edi. Ushbu qarorga asosan 2017-yil 1-sentyabrdan boshlab go'sht, un va yog' mahsulotlari bojxona to'lovlaridan ozod etiladi. Bu haqida Tashqi savdo vazirligi saytida xabar berildi. Prezident qaroriga muvofiq bir necha turdagi oziq-ovqat mahsulotlari aksiz soliqlarining bekor qilinishi, valyuta islohoti davrida aholining kam ta'minlangan qatlamini himoya qilishga qaratilgan. 0 stavkada boj qo'llanilib, mamlakatga kiritilgan import mahsulotlari mahalliy tadbirkorlarni sifatli mahsulotlar ishlab chiqarishga chorlaydi. Import tovarlari bilan raqobatga kirishish uchun ular o'z strategiyalarini qaytadan ko'rib chiqishlari zarur bo'ladi. Bunda narxlarning asossiz oshishi holatlari kamayadi.